Xalisa pişiriqtam salondagi barliq azizlar kanalına yaxshimi? Bugun o'tmoqchi bo'lgan yangi bir darsligimiz. Mushu salonimizniki yangi bir darsi kirdi bol kunutimiz yoki kirdi non deyildi xonimlar. Hamda buningki pishib chiqqan shakli mush holat bo'yicha bo'ladi. Shunda popos dum hali holatda. Hamda bu xonimlar buningga kerakli bo'lgan materialimizni, nayt qulay holatda tepilgan materiallarni o'z ichiga oldi. Buning hamda tuanigidek materiallar ketadi va uningki qilish uslubiga o'tsak bo'ldi. Eng avval mush materiallar bilan tanishib chiqaylik. Unimizdan xonimlar 500 gramdan 700 gramgacha uni tayyorlaymiz. Iliman suvdan 200 gram, iliman sutdan 200 gram, sumaydan 100 gram, tuxumninki eqi 2 dona, seriq 2 dona qaranglar. Seriqini yuziga surtish uchun eqini ashirni xamirga ishlatsanlar bo'ldi. Shakardan 50 gram, tuzdan xonimlar bir bal qo'shgan, xamir turishdan bir 10 gram, undan keyin ustiga sepadiganға oq kunjut. Avval xamir turishimizni ma'qul shakl bo'yicha tasqib olamiz. Tasqib olgandan keyin xonimlar buning ustiga iliman suyimiz va sutimizni sumayni qo'yamiz xonimlar juma. Andan keyin tuxumning eqini qo'ydik, bunika tuzni qo'ydik, andan keyin mavi shakarni to'kamiz. Hamma materialni to'kib bo'ldik. Buni qo'limizda shu usul bo'yicha chelib xonimlar. Hamma materialimiz iliman bo'lsin, shunda ko'pidi xonimlar juma. Endi ma unimizni asta-astagina 500 gramdan 700 gramgacha unimizni akilib olib turib, yana nihoyat yaxshi holatda qo'limiz chaplashmoqdagi holat keslam, yana bir xil xamirlar chaplashib qoldi emasmi? Chaplashmoqdagi holat keslam bo'li qilsizlar. Bunika xamirimizni yo'g'irib oldik. Shunchalik bir elastik kuchi bor holatdagi xamir. Buni hamda iliman issiq joyda tindirib bo'ldiramiz. Bir yarim soat, ya'ni 30 minut atrofida tindirib bo'ldasanlar bo'ladi. Buning ustini mush holat bo'yicha yepib turib bo'ldasanlar bo'ldi. Endi bu to'lgandan keyin, ya'ni bu bo'ludi emas, bo'lgandan keyin oshtaxsin ustiga qurg'unni sepib turib, ma'qul shakl bo'yicha xonimlar buni puzi bilan yoki no'g'ish bilan nipis qilib muvofiq tanglab turib yeyib olsanlar bo'ladi. Bunika qaranglar, ma'qulimiz bilan shu xil usul bo'yicha yana shuni yeyib olamiz. Hamda buni yeyib olgandan keyin hamda cho'ngroq yumloq kelgan chambarlik holatdagi stakanlarni yoki bo'lmasa piyoli yoki bo'lmasa mahsulotdagi aynan qachilarni ishlatsanlar bo'ldi. Buning bilan mana ustini ravristurda besib olamiz. Besib mushkul holat bo'yicha yana xuddi donatni pishirgandek shaklga kelib olsanlar bo'ldi. Hatta buni sumayda pishirsanlar bo'ldi, lekin sumaydin duxovkadagisi yaxshiroq yumshoq chiqadi. Andan keyin buni ma'qul shakl bo'yicha buni yana shaklga kirib olgandan keyin o'zimizning listiga tizib turib, issiq joyda tindirib bo'ldirsanlar, u ko'pida 10-15 minutda. Endi buni mana yana takror holatda, mush holat bo'yicha bir pakiz kelgan olamiz. Buning o'lchami cho'ngroq holatga o'lcham, mush o'lchamda 30 dan chiqadi. Am bu tinib ma'qul shakl bo'yicha kelgandan keyin bir tomoq qo'shiq sutni 2 dan tuxumning seriqiga aralashtirib, ma'qul shakl bo'yicha buni tekshi holatda surtamiz. Surtib bo'lgandan keyin buning ustiga yana tayyorlab olgan oq zima bormiz. Qo'rg'on zima bo'lsa texnik yaxshi. Endi buni ma'qul shakl bo'yicha sepamiz. Endi buni sepgandan keyin o'zimizning duxovkasining gradusini 200 gradus tanglab turib, buningki usti tamoman qizirib, ko'pab shu holat bo'yicha pishib chiqqan qadar pishirib olsanlar bo'ladi. Bundan pishib chiqqan shakli shu holat bo'yicha bo'ladi. Buni hamda bir itib sinab chiqishini umid qilaman. Shunchaki yumshoq mos holatda. Bugungi darsimiz tamom xonimlar. Kelar qatim qiyin yangi mazmunda yuz ko'rishaylik. Xayr xo'sh.